Telefonni mahkam ravishga men sizga bitta narx aytaman, qo'lingiz qaltirab ketishi mumkin. Haqiqatda bunaqa narxni boshqa yerdan topa olmashingiz mumkin. Sababi Andijonda siz bosganida 4 yilda internet ko'chadan kirganda men lokatsiyani Telegram kanalimizda qoldiraman, bitta xonadon bor. Do'stlar, 4 yilda yer nech pul deb o'ylaysiz? O'rtacha 3,5 ming bilan 4 mingning o'rtasida agar ko'chada odam bo'ladigan bo'lsa, 5 minggacha tortadi. 6,5 sotik 4 xona kirib yashashga tayyor. Endi to'g'ri, chiroyli remont qilib olsangiz, ozroq pul ketadi. Lekin 2930 dollardan jami 19 ming dollarga shuncha joyda gaplashib qo'yganmiz do'stlar. Bunaqa imkoniyatni to'g'risi anchadan beri hech kim ko'rmadi. To'g'ri, qo'yuvdik, uzoqlardan uylar qo'yuvdik, lekin bu joy unaqa emas. Sentrda, yaqin joyda. Ko'rib turganingizdek yana bitta imkoniyatni aytaman. Yo'lagi to'g'ri, torroq, lekin mabodo sizda imkoniyat ozroq bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lib olsangiz ham 3 sotikdan sal ziyodroq to'g'ri keladi. Shunda sizga qancha bo'ladi? 9,5 ming bo'ladimi shunaqa? 9,5 ming dollarga uyi bilan sizga tayyor mulk do'stlar. Egasini o'zini to'g'ridan to'g'ri nomeri Telegram kanalimizda lokatsiyani biriktirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, do'koncha ham yonida ekan. Bemalol shu yerda maza qilib yashashingiz bo'ladi. 19 ming balki barakasiga yana ozgina tushib beradigan joyi ham bo'lishi mumkin. Aloqaga chiqing. Buni maksimal 4 kunliklar tarqatib qo'ying to'g'risi. Bu hazil-huzul emas, rostdan video, rostdan 19 ming, ozgina kami ham bor. Aloqaga chiqing.